Assalomu alaykum. Xatirchi Begimiz guruh a'zolari. Navoiy viloyati Xatirchi tumani Miyonqol mahallasi Olmazor Shohir Muhammad Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chalari biznesi bilan shug'ullanaman. Badarmat qilaman do'stlar. Mana bugun sanamiz 28-sentyabr hafta kuni yakshanba. Mana bugun bizda har doimgidek ishlarimiz qizg'in. Bugun sizlarga cho'chalar haqida, begimlar haqida qilayotgan ishlarimiz haqida ma'lumot berib o'taman do'stlar. Videomiz boshlanishidan oldin like hamda obuna tugmani bosib, begimiz bizni shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlar yaqinlaringizga ulashib qo'ying do'stlar. Qarorda boshladik. Do'stlar, kimlarga sifat a'lo darajadagi begimlar yoki sizlarga a'lo darajadagi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chalari kerak bo'lsa, atpisanay 95 kod bilan 224 73 78 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Dastlabki yetkazish xizmatlari bor. Qancha olishlaringizga qarab narxlarini kelishamiz. Ko'plab yangi boshlagan tadbirkorlarimiz cho'chang ajratib olishga qiynalishadi. Cho'chang ajratib olish turli xil usullar bor. Yashikchalar yordamida hamda mana ushbu ko'rinishda cho'changlarimizni ajratib olsak bular to'g'ri 100% ajratib bo'lmaydi va endi ozroq qoladi. Shu 70-80% atrofida, atrofida cho'changlarni ushbu ko'rinishda ajratib olsak bo'ladi. Bilamiz, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'changlari namlikni yaxshi ko'radi. O'sha nam joyga qarab intiladi. Ushbu ko'rinishda ushbu beraktordagidek xuddi yon taraflariga suv sepib cho'changlarimizni ajratib olishimiz mumkin. Ham bunda yutamizmi? Ushbu beraktorda begimlarimiz namligi ham yaxshilanib boraveradi. Ya'ni o'sha usti qurib o'zi tayyor bo'ladi. Bu yoqqa ayvonga oldingi videolarimizda ko'rganlar xabari bor. O'sha ayvonimizga yoyib chiqib, o'sha namligi 30-40 plus minus atrofida bo'lganda elab oladi. Ushbu traktorchalar yordamida haydagan videolarimiz ham bor do'stlar. O'sha haydab elektron tushishini yaxshilash maqsadida haydab begimlarimizni elab olgan videolarimiz ham bor do'stlar. Mana ushbu ko'rinishda cho'changlarimizni oziqqa tayyorlaymiz. Bilamiz, hozirgi kunda Nuroy endi har xil chevada har xil Nuroy, go'ng, pora deydi. Nurlarimizni do'stlar suv sepish tayyorlashimizdan maqsad nurni bilamiz, qizish darajasi bor. Havo hozir kuz bo'lishiga qaramasdan baribir havomiz ozroq issiq do'stlar. O'sha nuri qizib cho'changlarni yaxshi yeyishiga ozroq xalaqit beradi. Issiqlik baribir bilamiz. Buni nam qilib yuvib bersak, nurlarimizni cho'changlarimiz sevib iste'mol qiladi do'stlar. Mana shunday kim boshlamoqchi bo'lsa, cho'changlarni ko'paytirib begimlar yetishtirmoqchi bo'lsa, marhamat, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Istalgan beraktordan, istalgan usulda cho'changlarimizni xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Kelib turib bemalol atpisana telefon raqamini aloqaga chiqib bemalol kelib turib ishimizni o'rganib, kimga necha kvadrat kerak bo'lsa, kelib turib bemalol o'rganib bizdan xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Biz tadbirkorligimizni endi kengaytirish maqsadida bilasizlar, yana Tomonqaga beraktorlarimizni kengaytirganmiz va ushbu narxga beraktorni ko'rsatib o'taman do'stlar. Videomizga like bosib, begimlar bilan shug'ullanmoqchi do'stlaringizga ulashib qo'llab-quvvatlab turing. Narx beraktorni ko'rsatib o'taman do'stlar.